Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan orqa mushaklarni eng chuqur qavatida joylashgan mushaklar guruhi Musculi dorsi profonda haqida gaplashamiz. O'tgan darsimizda sizlar bilan orqa mushaklarni umumiy klassifikatsiya qilib chiqqandik. Ya'ni ular 4 qavatdan iborat. Eng yuzada joylashgan birinchi qavat va eng chuqurda joylashgan 4-qavat. Birinchi, ikkinchi, 3-qavatlarni o'tgan darsimizda gaplashib chiqdik. Ya'ni qaysi mushaklar kiradi, ularning funksiyasi, boshlanish birikish qismlari. Bugungi darsimizda esa aynan 4-qavat eng chuqurda joylashgan mushak qavatini gaplashamiz. Ushbu qavat mushaklari eng chuqur mushaklar nomi bilan birgalikda orqani xususiy mushaklar nomini ham oladi, ya'ni Musculi dorsi propria degan nomni. Bunga sabab demak mushaklarni qolgan mushak qavatlariga nisbatan o'ziga xos bo'lgan tuzilishi, ya'ni ular kelib chiqish jihatdan ham, ya'ni embrionologik jihatdan kelib chiqishi, ularni tuzilishi va funksiyasi jihatdan qolgan mushak qavatlaridan farq qiladi. Shuning uchun ham orqani xususiy mushaklari degan nomni ham oladi. Ushbu mushaklarni demak joylashishi, boshlanish birikish qismlari va funksiyasi biroz murakkabroq. Shuning uchun ham bularni sistema qilib o'rganib chiqamiz. Demak, 4-qavat mushaklarini o'zi 4 qavat bo'lib joylashadi va ularni quyidagi sistemalarga bo'lib o'rganganimiz anchagina qulay. Birinchi mushaklar guruhi, ya'ni sistemasi spinotransversal mushaklar. Ushbu turdagi mushaklar bir umurtqani processus spinosisdan boshlanib, yuqoridagi umurtqani processus transversiga kelib birikadi. Ya'ni o'z nomiga muvofiq spinotransversal mushaklar guruhi. Ushbu mushaklarning shakli V harfini eslatadi. Aynan mana shu tarzda. Bu bizda birinchi sistema. Sistema spinotransversal. Ikkinchi sistema esa bir umurtqani processus transversusdan boshlanib, yuqoridagi umurtqani deylik, mana bu umurtqani processus spinosusiga borib birikadi. Mana bu tarzda. Bu mushaklar sistemasini transversospinal mushaklar deymiz. Ya'ni spinotransversalga teskari. Bu yerda demak processus spinosdan boshlanib kondalion o'siqqa birikib ketgan bo'lsa, bu yerda kondalion o'siqdan boshlanib o'tkir o'siqqa kelib birikadi. Ushbu mushaklarning shakli esa demak A harfini eslatadi. Ya'ni A harfini eslatadi. Va 3-mushaklar sistemasi Musculi spinospinalislar. Ya'ni demak pastdagi umurtqani deylik, mana bu 4-ko'krak umurtqasi bo'lsa, bunisi 3-ko'krak umurtqasi. 4-ko'krak umurtqasini processus spinosdan boshlangan mushak 3-ko'krak umurtqasini processus spinosga birikadi va bu mushaklar sistemasini spinal mushaklar sistemasi yoki Musculi spinospinalislar deymiz. Bu bizda 3-mushaklar guruhi. 4-mushaklar guruhi esa bizda umurtqa pog'onasining kalta mushaklari. Kalta mushaklari bizda processus spinoslarning orasini to'ldirib turadi. Ya'ni interspinal mushaklar va processus transversuslar orasini to'ldirib turuvchi intertransversal mushaklar mavjud bo'ladi. Bular Musculi brevia, ya'ni kalta mushaklar deb ataladi. Va so'nggi mushaklar guruhi suboccipital mushaklar. Ya'ni ensa ostida joylashgan mushaklar. Ushbu mushaklarni demak alohida o'ziga xos bo'lgan boshlanish birikish qismlar bor. Va bular ensa ostida joylashadi. Shuning uchun ham suboccipital muskullar deb atagamiz. Musculi subaccipitalis. Aynan mana shu mushaklar guruhini, ya'ni 5 ta mushaklar guruhini alohida qavatma-qavat
bitta ko'rib chiqamiz. Birinchi ko'rib chiqadigan mushaklar sistemasi sistema spina transversarium, ya'ni umurtqalarni processus spinosuslardan boshlanib, processus transversuslariga birikuvchi mushaklar sistemasi. Ushbu sistema o'z ichiga 3 ta mushak guruhini qabul qiladi. Ular quyidagilar. Birinchisi qayishsimon mushaklar musculus splenius. Ikkinchi mushaklar guruhi uzun mushaklar, ya'ni musculus longissimus. Va uchinchi mushaklar guruhi musculus iliacostalis, ya'ni yonbosh suyagidan boshlanib qovurg'alarga birikuvchi mushaklar guruhi. Har bir mushak guruhini o'ziga xos bo'lgan, ya'ni umurtqa pog'onasini ma'lum bir qismlarida joylashgan demak mushaklari mavjud. Deylik, musculus demak spleniusni musculus splenius capitis hamda musculus splenius cervicis qismlari mavjud. Endi sizlar bilan har bir mushakni alohida gaplashib chiqamiz, ya'ni ularni spesifik umurtqani ma'lum bir qismda joylashgan qismlari, ularni boshlanish, birikishi va funksiyasini ko'rib chiqamiz. Sistema spina transversariumga kiruvchi birinchi mushaklar guruhi musculus splenius, ya'ni qayishsimon mushaklar hisoblanadi. Ushbu mushaklarning ikkita qismi mavjud. Ya'ni boshni qayishsimon mushaklari musculus splenius capitis va bo'yinni qayishsimon mushaklari musculus splenius cervicislardan iborat bo'ladi. Har bir qismda o'ziga xos bo'lgan boshlanish, birikish qismlari mavjud. Birinchi qismi boshni qayishsimon mushagi. Ushbu mushakning boshlanish qismi 5-6 hamda 7 bo'yin umurtqalarini processus spinosuslardan boshlanib, tolalari kraniolateral yo'naladi va ensa suyagining yuqori chizig'i linea nuchalis superiorni pastiga kelib birikadi. Shu bilan birgalikda processus spinosus bilan birgalikda mana bu orqa tarafda joylashgan bo'yinni qalin bo'ylami ligamentum nuchani pastki qismidan ham aynan mana shu mushakni aponevrozlari boshlanadi. Ikkinchi qismi musculus splenius capitis, ya'ni bo'yinni qayishsimon mushagi. Ushbu mushakning boshlanishi birinchidan 5-gacha bo'lgan ko'krak umurtqalarini processus spinosuslardan boshlanib, tolalari yuqoriga qarab yo'naladi buni ham va birinchidan 3-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarini processus transversuslarda joylashgan tuberculum posteriorga kelib birikadi. Bu mushaklarning vazifasi, ya'ni bosh hamda bo'yin qismidagi qayishsimon mushaklarning vazifasi bir xil bo'ladi. Ya'ni bilateral qisqarganda, ikki taraflama qisqarganda boshni orqaga qarab egish, ya'ni ekstensiyasini amalga oshirish yoki dorsal fleksiyasini amalga oshirish. Bir taraflama qisqarganda esa boshni o'zi tarafga qarab burish, ya'ni ipsilateral rotatsiyani amalga oshirish. Shu bilan birgalikda o'zi tarafga qarab fleksiyasi, ya'ni yonga qarab bukish, lateral fleksiyani amalga oshiradi. Bular bizda birinchi spina transversal mushaklarning guruhi hisoblanadi. Ikkinchi spina transversal mushak musculus longissimus, ya'ni uzun mushak. Ushbu mushak umurtqa pog'onasining 3 ta qismida mavjud bo'ladi. Birinchisi boshni uzun mushagi musculus longissimus capitis. Ikkinchisi bo'yinni uzun mushagi musculus longissimus cervicis. Va uchinchisi ko'krakni uzun mushagi musculus longissimus thoracis. Har bir qismning o'ziga xos bo'lgan boshlanish, birikish qismlari mavjud. Ularni bir ko'rib chiqsak. Ko'krak qismining boshlanishi, ya'ni origin qismi 11-ko'krak hamda 5-gacha bo'lgan bel umurtqalarini processus spinosuslari
ya'ni o'tkir o'siqlari va pastda to'mg'azani o'rta qirrasi crista sacralis medianidan boshlanadi va mushakni birikishi insertion qismi esa barcha bel umurtqalari va barcha ko'krak umurtqalarini processus transversuslariga borib birikadi. Deylik, processus transversusni 12-siga birikuvchi mushak tolasi pastroqdan, ya'ni crista sacralis medianidan boshlangan bo'lishi mumkin. Yoki birinchi ko'krak umurtqasini processus transversusiga birikuvchi mushak tolasi esa 11-ko'krak umurtqasini processus spinosusdan boshlangan bo'lishi mumkin. Shunga asoslanib, demak, mushak tolalari aynan mana bu tarzda demak birikishi mumkin. Bu ko'krak qismi. Ikkinchi qismi bo'yin qismi, ya'ni musculus longissimus cervicis. Ushbu mushakning boshlanishi, ya'ni origin qismi birinchidan 5-gacha bo'lgan ko'krak umurtqalarining processus transversuslaridan boshlanib, insertion qismi, ya'ni birikish qismi esa ikkinchidan 6-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarini processus transversuslariga borib birikadi. Bu bo'yin qismi. Va bizda bosh qismida joylashgan musculus longissimus capitis esa origin, ya'ni boshlanish qismi birinchidan 5-gacha bo'lgan ko'krak umurtqalarini processus transversusi va ikkinchidan 6-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarini processus articularislaridan boshlanib, ya'ni aynan processus articularis superiorlardan boshlanib, insertion, ya'ni birikish qismi yuqoriga qarab yo'naladi va chakka suyagini so'rg'ich simon simtasi processus mastoideus va aynan ensa suyagini pars squamosani chekka qismi, ya'ni pars squamosaga kelib birikadi desak bo'ladi. Aynan bo'yin qismidagi boshlanish sohalarini yuqori bo'g'im o'simtasi dedim. Mana processus articularis superiorlarni yon qismlaridan boshlanadi. Mushaklarni funksiyasi, barcha mushaklar funksiyasi o'xshash bo'ladi. Ya'ni umurtqa pog'onasini dorsal fleksiyasini amalga oshiradi, orqaga egish funksiyasini. Ikkinchi funksiyasi bir taraflama qisqargan paytda umurtqa pog'onasini lateral fleksiyasini amalga oshiradi, ya'ni yonga qarab egishini. Va aynan bo'yin qismiga xos bo'lgan funksiya chanoqni ekstensiyasini amalga oshirish. Qolgan mushak funksiyalari o'xshash bo'ladi. Uchinchi spinotransversal mushaklar guruhi musculus iliacostalis, ya'ni yonbosh qovurg'a mushagi. Ushbu mushaklarni umurtqa pog'onasida quyidagi qismlarda uchratishimiz mumkin. Birinchisi musculus iliacostalis cervicis, ya'ni bo'yin qismida joylashgan iliakostal mushak. Ikkinchisi musculus iliacostalis lumborum. Xo'p, ushbu mushakni ikkita qismi mavjud: pars thoracica va pars lumborum qismi. Va shu bilan xulosa yasasak bo'ladi. Iliakostal mushaklar bo'yin, ko'krak hamda bel qismlarida mavjud bo'ladi. Dastlab birinchi qism. Musculus iliacostalis cervicis ko'rib chiqsak, ushbu mushakni boshlanishi, ya'ni origin qismi 3-dan 6-gacha bo'lgan qovurg'alarning burchaklaridan, ya'ni anguluslardan boshlanadi va birikishi
yuqoridan 2-dan 4-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarini processus transversuslariga borib birikadi. Ikkinchi qismi musculus iliocostalis lumborum esa ikki qismdan iborat dedik, ya'ni pars thoracica hamda pars lumbalis. Har bir qismning boshlanish birikish qismlari mavjud. Birinchisi pars lumbalis. Pars lumbalisni boshlanishi, ya'ni origin qismi dumg'aza suyagini yon qirrasi crista sacralis lateralis yonbosh suyagi os iliumni crista iliaca qismi. Crista iliacada bizda lablar bor edi. Aynan o'sha tashqi labdan boshlanadi, ya'ni labium externumdan boshlanadi. Shu bilan birgalikda aynan mana shu musculus iliocostalis lumborum umurtqa pog'onasini rostlovchi mushaklar. Ya'ni mana shu yerda joylashgan mushaklar, buni biroz turib gaplashamiz. Musculus erector spinani lateral qismini hosil qilishda ishtirok etadi. Mushak tolalari, qarama-qarshi mushak tolalari aynan mana bu yerda o'rta qismda aponevrozni hosil qiladi. Ya'ni musculus erector spinani aponevroz. Aynan mana shu aponevrozlardan ham boshlanadi bu mushak qismi. Ya'ni aponevrosis musculus erector spini. Qisqartirib yozdim. Birikishi esa yuqoriga qarab yo'naladi va 6-dan 12-gacha bo'lgan qovurg'alarni angulus qismiga borib birikadi. Bu bizda pars lumbalis qismi edi. Ikkinchi qismi pars thoracica, ya'ni ko'krak qismi. Ko'krak qismini boshlanishi, ya'ni origin qismi aynan bel qismida birikish qismidan boshlanadi, ya'ni 6-dan 12-gacha bo'lgan qovurg'alarning burchaklaridan boshlanadi va yuqoridan 1-dan 6-gacha bo'lgan qovurg'alarni angulus qismiga borib birikadi. Mushaklarning funksiyasi, ya'ni bo'yin qismida ham, ko'krak qismida ham, bel qismida ham bir xil. Umurtqa pog'onasini dorsal fleksiyasini amalga oshiradi. Ya'ni umurtqa pog'onasi orqaga qarab egish. Bular bilateral qisqarganda, ikki tomonlama qisqarganda. Bir taraflama qisqarganda esa umurtqa pog'onasini yon tarafga qarab lateral fleksiyasini amalga oshiradi. Ikkinchi mushaklar sistemasi sistema transversospinalis. Ya'ni bu sistemaga kiruvchi mushaklar umurtqalarning kondalan yostiqlari processus transversuslardan boshlanib tolalar yuqoriga yo'naladi va umurtqalarning o'tkir ostiqlari processus spinozuslariga kelib birikadi. Bundan avval sizlar bilan spinotransversal mushaklarni ko'rgandik. Ya'ni bularga qarama-qarshi yo'nalishda, ya'ni processus spinozusdan boshlanib processus transversusga kelib birikadi. Bular demak unga qarama-qarshi yo'nalishda joylashadi. Xo'p, ushbu mushaklar sistemasi o'z ichiga quyidagi mushaklar guruhini qamrab oladi. Birinchi mushaklar guruhi musculus semispinalis, ya'ni umurtqa pog'onasini yarim mushaklari, to'liq bo'lmagan mushaklari, ya'ni semi degani yarim ma'nosini anglatadi. Ikkinchi mushak musculus multifidi. Musculus multifidi ko'p tarmoqli, ko'p qismli ma'nosini anglatadi. Musculus multifidi. Va uchinchisi musculus rotatorius. Musculus rotatorius bu demak aylantiruvchi mushak ma'nosini anglatadi. Aynan umurtqalarni rotatsion harakatini amalga oshirishga yordam beruvchi mushak hisoblanadi. Bu sistemadagi mushaklar demak orqani eng chuqur mushaklari hisoblanadi.
Mana shu mushak guruhlarini alohida gaplashib chiqamiz. Ya'ni bular umurtqa pog'onasini qaysi qismlarda joylashgan va boshlanish birikish qismlari aynan qayerga borib birikadi. Shularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi transversospinal mushaklar guruhi musculus semispinalis, ya'ni umurtqaning yarim mushaklari. Ushbu mushaklar umurtqa pog'onasini quyidagi qismlarda joylashadi. Birinchi mushak musculus semispinalis capitis, ya'ni boshda joylashgan semispinal mushak. Ikkinchisi bo'yinda joylashgan semispinal mushak musculus semispinalis cervicis va uchinchisi musculus semispinalis thoracis. Har bir qismda o'ziga xos bo'lgan boshlanish, birikish qismlari mavjud. Dastlab, demak, ko'krak qismini ko'rib chiqsak. Ko'krak qismini boshlanish, ya'ni origin qismi TH6 hamda TH10 ko'krak umurtqalarini processus transversuslardan boshlanib, mushakning birikishi esa yuqoridan 6 hamda TH4 umurtqalarni processus spinozuslariga kelib birikadi. Mana demak, processus transversus simtalardan boshlanib, mana bu yerda processus spinozuslariga kelib birikadi. Bu mushaklarning shakli A harfini eslatadi. Xo'p, ikkinchi qismi musculus semispinalis cervicis, ya'ni bo'yin qismida joylashgan. Ushbu qismning boshlanishi, ya'ni origin qismi TH1 dan TH6 gacha bo'lgan ko'krak umurtqalarini processus transversuslardan boshlanib, birikishi yuqoridan 2 hamda 5 bo'yin umurtqalarini processus spinozuslariga borib birikadi. Va uchinchi qismi musculus semispinalis capitis. Ushbu mushaklarning boshlanishi quyidagilardan bo'ladi. Xo'p, pastdan originni qo'ylik. TH6dan yuqoriga qarab S7 gacha bo'lgan umurtqalarni processus transversus o'simtalaridan boshlansa, xo'p, yuqorida S4 hamda S6 bo'yin umurtqalarini processus articularislardan, ya'ni bo'g'im o'simtalaridan boshlanadi, hali ham boshlanyapti va birikishi mana korpusda yuqoriga qarab davom etyapti va ensa suyagini liniya nuxa inferioriga borib birikadi. Liniya nuxalis inferiorga borib birikadi. Mushaklarning funksiyasi bir xil, ya'ni hamma qismda mushaklar funksiyasi bir xil. Umurtqalarni dorsal fleksiyasini amalga oshiradi, ya'ni ekstensiyasini amalga oshiradi. Hop, bir taraflama qisqarsa, umurtqa pog'onasini lateral fleksiyasini amalga oshiradi va demak, umurtqa pog'onasini kontralateral, ya'ni qarama-qarshi tarafga rotatsiyasini amalga oshiradi, ya'ni burish harakatlarini amalga oshiradi. Bu bizda semispinal mushaklar. Ikkinchi transversospinal mushaklar guruhi musculi multifidi, ya'ni ko'p qirrali, ko'p tarmoqli mushaklar ma'nosini anglatadi. Ushbu mushaklar umurtqa pog'onasining eng chuqur qavatida joylashgan mushak hisoblanadi. Ya'ni bular umurtqalarning processus spinosus hamda processus transversuslar orasida hosil bo'lgan bo'shliqni to'ldirib turadi. Ushbu mushaklar bel qismida alohida ajralib turadi va kuchli rivojlangan. Mushaklarning boshlanishi
umurtqa pog'onasini turli xil qismlaridan boshlanadi. Eng pastdan ko'radigan bo'lsak, do'mg'aza suyagini dorsal yuzasidan boshlanadi, ya'ni facies dorsalis ossis sacri. Bu birinchi boshlanish qismi. Ikkinchi boshlanish qismi bel umurtqalaridan boshlanadi. Bel umurtqalarini birinchidan 5-gacha bo'lgan bel umurtqalarini processus mammillaris o'simtalaridan boshlanadi. Ko'krak umurtqalarida esa birinchidan 12-gacha bo'lgan ko'krak umurtqalarini processus transversuslaridan boshlanadi. Bo'yin umurtqalarida esa demak 4-dan 7-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarini processus articularislardan boshlanadi. Qolgan umurtqalarda esa demak processus transversuslaridan boshlanadi va ushbu mushaklarni birikishi demak o'zidan yuqorida bo'lgan umurtqalarni processus spinosuslariga borib birikadi. O'z nomi bilan bular transversus spinal mushaklar. Mushaklarning asosiy funksiyasi umurtqa pog'onasini ekstensiyasi, ya'ni dorsal fleksiyasini amalga oshirish, bir taraflama qisqarganda lateral fleksiyasini amalga oshirish va umurtqa pog'onasini kontralateral burish, ya'ni qarama-qarshi tarafga qarab burish funksiyasini amalga oshiradi. Va uchinchi transversus spinal mushaklar guruhi musculi rotatorius, ya'ni aylantiruvchi mushaklar guruhi. Ushbu mushaklar ko'krak qismida doim mavjud bo'ladi. Lekin bo'yin hamda bel qismida mavjud bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Mushaklarning boshlanishi umurtqalarning processus transversus o'simtalaridan boshlanib, yuqoridagi umurtqani arcus vertebrasiga borib birikadi, ya'ni umurtqa yoyiga. Processus spinosusi yon qismiga kelib birikadi. Mushaklarning asosiy funksiyasi qarama-qarshi tarafga qarab kontralateral rotatsiyasini amalga oshirish, qarama-qarshi tarafga qarab burish va demak umurtqa pog'onasini ekstensiyasini amalga oshirish. Ushbu mushaklar ikki xil bo'ladi. Xo'p, ya'ni musculus rotatorius longi, ya'ni uzun rotator mushaklar va kalta rotator mushaklar. Musculus rotatorius brevis mushaklar. Harakatlari bir xil bo'ladi ikkita qismga ham. Lekin bular o'sha uzunligiga ko'ra kalta hamda uzun rotator mushaklarga bo'lingan. Bu mushaklar demak umurtqa pog'onasining eng chuqur qavatida joylashgan mushaklar hisoblanadi. Uchinchi mushaklar sistemasi sistema spinospinalis. Ya'ni umurtqalarning processus spinosuslaridan boshlanib, processus spinosuslariga, ya'ni pastki umurtqani processus spinosusidan boshlanib, yuqoridagi umurtqani processus spinosuslariga birikuvchi mushaklar sistemasi. Ushbu sistemaga musculus spinalis mushaklari kiradi va ular umurtqa pog'onasini quyidagi qismlarda joylashadi. Birinchi qismi musculus spinalis capitis, ya'ni bosh qismida joylashgan spinal mushak. Ikkinchisi musculus spinalis cervicis, bo'ynida joylashgan spinal mushak va uchinchisi musculus spinalis thoracis, ya'ni ko'krakda joylashgan spinal mushak. Har bir mushak qismini demak boshlanish hamda
birikish qismlari mavjud. Dastlab musculus spinalis thoracis haqida gaplashdik. Musculus spinalis thoracisning boshlanishi 11-dan boshlab L2 bel umurtqalarining processus spinozuslaridan boshlanadi va yuqoriga qarab davom etib insertion qismi TH4 dan 8-gacha bo'lgan ko'krak umurtqalarini processus spinozuslariga borib birikadi. Bu ko'krak qismi. Ikkinchi qismi bo'yin qismi. Bo'yin qismi bizda boshlanishi 7-bo'yin umurtqasi va TH1 umurtqalarining processus spinozuslari va aynan mana shu yerda joylashgan ligamentum nuchadan boshlanib yuqoriga qarab davom etadi va ikkinchi bo'yin umurtqasi aksisni processus spinozusiga borib birikadi. Va uchinchi qismi musculus spinalis capitis. Ushbu mushak ko'pincha musculus spinalis cervicis bilan qo'shilib ketadi va yuqoridan ensa suyagini tashqi bo'rtig'i protuberans occipitalis externaga borib birikadi. Bu mushaklarning asosiy funksiyasi umurtqa pog'onasining ekstensiyasini amalga oshirish yoki dorsal fleksiyasi desak bo'ladi. Va umurtqa pog'onasini yon tomonga egish, lateral fleksiya harakatlarini amalga oshiradi. Xo'p o'rtoqlar, umid qilaman zerikib qolmadinglar. Bor yo'g'i bizda ikkita mushaklar sistemasi qoldi. Bular umurtqa pog'onasining katta mushaklari, musculi brevialar va suboccipital mushaklar. Mana shu mushaklarni ko'ramiz va darsimizni yakunlaymiz. Xo'p. Dastlab umurtqa pog'onasining kalta mushaklari. Ushbu mushaklarga ikkita mushak kiradi. Birinchisi musculi interspinali, ya'ni mushaklarni processus spinozuslarning orasida joylashgan mushaklar va ikkinchisi musculi intertransversal. Buni ham hozir ko'rsataman. Dastlab musculus interspinalis. Xo'p, ushbu mushak processus spinozuslarni, ya'ni qo'shni umurtqalarning processus spinozuslarini bog'lab turuvchi mushak hisoblanadi. Bu mushak faqatgina mana shu bo'yin qismida kuchli rivojlangan bo'ladi. Qolgan qismlarda demak mavjud bo'lmasligi ham mumkin va bo'lsa ham kuchsiz rivojlangan. Mushakning asosiy funksiyasi bo'yinni ekstension harakatini amalga oshiradi. Bu birinchi kalta mushak bo'lsa, mana bunisi ikkinchisi. Musculus intertransversalis anterior et posterior, ya'ni intertransversal mushaklar oldinda hamda orqada joylashadi. Ushbu mushaklar demak bo'yinda hamda belda kuchli rivojlangan bo'ladi. Bular ham qo'shni umurtqalarni processus transversuslarini bog'lab turadi. Mushaklarning asosiy vazifasi umurtqa pog'onasini yonga qarab fleksiya qilish, ya'ni bo'kish funksiyasini amalga oshiradi. Bel qismining funksiyasi ham xuddi shunday. Lateral fleksiyani amalga oshiradi. Bular bizda demak umurtqa pog'onasining kalta mushaklari. Musculi interspinalis et musculi intertransversalislar. Va so'nggi ko'rib chiqadigan mushaklar guruhi musculi subaccipitalis, ya'ni ensa osti mushaklar. Ushbu mushaklar ensa suyagi, os occipitali va birinchi bo'yin umurtqasi atlas hamda ikkinchi bo'yin umurtqasi aksis orasidagi mushaklar guruhi hisoblanadi. Bu mushaklar o'ng va chapda 4 tadan bo'lib joylashadi. Bu mushaklar quyidagilar:
Birinchi mushak musculus rectus capitis posterior major. Ikkinchisi musculus rectus capitis posterior minor. Uchinchi mushak musculus obliquus capitis inferior va to'rtinchi mushak musculus obliquus capitis superior. Xo'p, bular demak boshni to'g'ri hamda qiyshiq mushaklari. Ensi ostida joylashgan. Har bir mushakni alohida ko'rib chiqsak. Birinchisi musculus rectus capitis posterior minor mushak. Ushbu mushakni boshlanishi birinchi bo'yin umurtqasi atlasni, demak, arcus posteriorda joylashgan tuberculum posteriordan boshlanadi. Yuqoriga yo'nalib, linea nuqa inferiori kelib birikadi. Mushakni funksiyasi demak, ensa suyagini pastga qarab tortish, ya'ni boshni ekstensiyasini amalga oshirish. Ikkinchi mushak musculus rectus capitis posterior major mushak. Xo'p, ushbu mushakni boshlanishi ikkinchi bo'yin umurtqasi aksisni processus spinosdan boshlanib, tollar yuqoriga qarab yo'naladi va linea nuqa inferioriga kelib birikadi. Ya'ni musculus rectus capitis posterior minorga nisbatan lateralga kelib birikadi. Bu mushakning funksiyasi ham demak minori bilan bir xil bo'ladi. Keyingi mushak musculus obliquus capitis superior. Ya'ni boshni yuqori qiyshiq mushagi. Ushbu mushakning boshlanishi birinchi bo'yin umurtqasini processus transversuslaridan boshlanib, tollar yuqoriga qarab yo'naladi va linea nuqa inferiori kelib birikadi. Bu mushakda ham qolgan bo'yin mushaklariga xos bo'lgan funksiyalar mavjud va qolgan mushaklardan farqli ravishda bitta mushak funksiyasi mavjud. Bu demak kontralateral rotatsiya. Ya'ni boshni qarama-qarshi tarafga qarab burish. Qolgan mushaklar unilateral qisqarsa, o'zi tarafga, ya'ni qisqargan tarafga qarab buradi. Ya'ni lateral fleksiyani amalga oshiradi. Bu musculus capitis obliquus superiorni funksiyasi edi. Va oxirgi to'rtinchi mushak musculus obliquus capitis inferior. Ushbu mushakni boshlanishi ikkinchi bo'yin umurtqasini processus spinosidan boshlanib, tollarali demak lateralga hamda yuqoriga qarab yo'naladi va birinchi bo'yin umurtqasini processus transversusiga kelib birikadi. Mushakning funksiyasi qolgan mushaklar bilan bir xil bo'ladi, ya'ni boshni ekstensiyasini amalga oshiradi. Bilateral qisqarganda, bir taraflama qisqarganda esa demak ipsilateral rotatsiyani amalga oshiradi. Boya aytdik, buni yuqoridagi joylashgani, ya'ni musculus obliquus capitis superiori qarama-qarshi tarafga qarab rotatsiyani amalga oshiradi. Bu esa o'zi tarafga qarab rotatsion harakatni amalga oshiradi. Bundan tashqari mana musculus rectus capitis posterior major et minor mushaklari va qolgan barcha shu suboccipital mushaklarni funksiyasi lateral fleksiya. Bularning barchasi demak suboccipital mushaklar edi. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.